Voy, nima qo'rqasiz? Men borman. Qo'rqmang, men borman. Ha? Siz meni qaynonamisiz? Qizingizga ayting, o'roq tashlasin. Xotin aka, ne unaqa qilasiz a? Bu xotiningiz, To'laxon, men Sajdaxon, o'rtog'ingiz turdi quldi xotini bo'laman. Taniyapsizmi? Mana shu dinozavrda ayol meni xotinimmi? Men hayotda bunday ayol bilan yashamayman. Meni xotinim sizday bo'lishini xohlayman. Ya'ni siz bo'lishingizni. Hozir o'rtog'ingiz kelsa, mana shu gapingizni kallangizni sapchada yopib tashlaydi, bildingizmi? To'xtang. Bu kallani yeringiz olish shart emas. Oxiri ochdingiz, tushundingizmi? O'zingizdan ketdingiz. Mana men oldimga keling. Men o'zim kallangizni qo'ying, To'laxon. Voy, to'xtang, baqing. Yetaribdan beri meni o'ldiraman deb qo'rqitadi. Unaqa qilmang singlim. To'laxon, o'zi bu rostdan ham o'zingiz yeringizmi? Yana begona odam o'ldirib qo'yib, boshimiz baloga qolib yurmasin? Doktor, siz nima deyapsiz? Jinni pinnimisiz? O'zimni erimni tanimaymanmi?